Assalomu alaykum birodarlar. Xo'p, bugungi yana kichkina temamiz Aqua Blue 2 bilan Blue Appliance o'rtasidagi farqni qisqachagina qilib tushuntiraman. Unda katta tushuntirishlik o'zi yo'q. Xo'p, bu yerda hozir ortiqcha izohga hojat yo'q bo'lsa kerak. Pastidagisini Aqua Blue 2 deyiladi, tevadagisini Aqua Blue Appliance deyiladi. Farqi nimadaligi vallohu alam videoda ko'rinib turibdi. Pastidagi qushimizni boshi молочный bo'ladi, tevadagisini boshi qordek oppoq bo'ladi. Keyin yana bundan oldingi postlarimni ko'rgan bo'lsalaring, Aquaga o'tganda turkiyuzda rangi qanaqa bo'ladi, Parbluda qanaqa bo'ladi. Bu turkiyuzlar ham o'ziga yarasha ranglari bor. Bitta asosiy farq Aqua Blue 2 da boshi молочный, o'zimizni Blue oldingi misolcha Appliance'larda boshi oppoq bo'ladi. Farqi shunda birodarlar, bundan ortiqcha haligi bir farqlari yo'q buni. Narxlariga keladigan bo'lsak, Blue Appliance misol uchun 300 mingdan 700 ming 800 ming so'mgacha bo'lishligi mumkin, u ham sifatiga qarab turib. Aqualarda ham shu 50-60 dollardan hozirgi kunda vallohu alam boshlanyapti, to 150 dollargacha. Bu narsa endi qushning sifati, zotiga qarab turib ketaveradi. Vallohu alam bu yerda boshqa ortiqcha tushuntirishlikka hojat yo'q. Farqi sizlarda mana hozir o'ng qo'ldagi Aqua, chap qo'ldagi Blue. Boshqa tushuntirishga vallohu alam hojat qolmadi shekilli. Bundan keyingi videolarimizda xudo xolasa Aqua Inno, Aqua PF, BBR bilan Parblu'ning nima farqi bor, shularni ham agar imkon qadar xudo xolasa tushuntirishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar.